10 soatlik issiqxonam bo'lganda men nimalarni qilardim? Hozir sizlarga buni ko'rsatib beramiz. Men xlorella bilan ishlov berardim. Xlorella tabiiy dengiz o'tlaridan tayyorlangan organik vitamin hisoblanadi. Hech qanaqa ximikatlarga ega emas. Toza organik mahsulot. Birinchi o'rinda ko'chatlarimdagi tomirini xlorellaga 15-20 bo'ktirib qo'yib, keyin ekardim. Suspenziya sifatida berardim. Ildiz tizimidan tomchilatib sug'orish orqali berardim. Nimaga ega bo'lamiz? 20-30% hosildorlikni oshishiga. Bir, issiq, sovuq yoki ko'chatni bu issiqxonadan nari issiqxonaga ko'chirish davomidagi stresslardan oldini oladi. Tuproqdagi mikroelementni ko'paytirib keladi. Hosildorlikni oshirib beradi. Kimga shunaqa issiqxonalar uchun xlorellamiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ham arzon, ham hamyonbop va eng muhimi hosildorlikni oshirib beruvchi va stressdan saqlovchi agrechkon xlorellalar.